Assalomu alaykum. Navbatdagi mashqni ko'rishni boshlaymiz. Bu lip sync, gapirish, emotsiya, aktingga doir mashq ekan. 4-kurs mashqlariga juda ham ideal mos keladi. Juda ham zo'r qilingan, qoyil, bravo. Nima deydi, emotsiyani yaxshi bera olgansiz. Personajdan ko'nglidan kelayotgan, ko'ngildan chiqayotgan ularda kechinmalarda, ko'nglida bo'layotgan kechinmalarda yaxshi bera olgansiz. Pozalar ham juda ham chiroyli, silliq, ishonarli, body mexanika ham yaxshi chiqqan. Umuman olganda lip sync ham yaxshi. Endi bu mashqni yanada nima deydi, yaxshilash bo'yicha maslahatlar beramiz. Xo'p, birinchi o'rinda personajimizni birinchi pozasiga qaraydigan bo'lsak, personajimizda qandaydir nomutanosibliklar bor. Bu rigdanmi yoki pozadanmi bilmadim, balki rigdan bo'lishi ham mumkin, adashayotgan bo'lsam. Nima nomutanosibliklar bor? Personaj bu yerda bizga bir tomoni bilan turibdi, ko'rayotgan bo'lsak, bunaqasiga qarab turibdi. Xo'p, katta ehtimol bilan u nima deydi, personaj masalan mana bunday turgan bo'lsa, yelkasi bilan bunday turgan bo'lsa, kamera bu tomondan olyapti-da. Lekin mana bu yelka tomoni, bu tomoni kattaroqdek ko'rinib qolyapti. Masofa va qanaqadir boshqacha his beryapti-da. Ya'ni masalan mana bu yerdagi masofani ham oladigan bo'lsak, mana bu yerdagi masofa kattaroqda, ya'ni yelkasi qanaqadir g'alati turganga o'xshaydi va bir tomoni sal ko'proq ko'tarilibroq turganga o'xshaydi. Mana bunday olganda perspektivani hosil qilish uchun nima deydi, kamerani yon tomondan qo'yib, personajni to'g'riga qaratib gapirtirilgan yaxshi bo'lardi. Shunda perspektiva to'g'riroq chiqadi. Hozir qandaydir ortografik anoga o'xshab ham ketyapti-da, nima deydi, viewga. Ortografik kameraga ham o'xshab ketyapti. Bu yoqda aytmoqchi bo'lganim, bu yerda yelka kattaroq va uzoqroq. Mana bu yoqda yaqinroq bo'lsa, bu yelkasi, chap yelkasi kichkinaroq va uzoqroq bo'lishi kerak edi. Mana bundayroq bo'lishi kerak edi. Shunda menimcha sal aniqroq bo'lardi. Yuzi ham qanaqadir nima deydi, boshqacha. Menimcha bu burunni burganingizdan bo'lsa kerak. Burun juda ham bu yoqqa burilib ketganda, burun qanaqadir joylashmaganday, nima deydi, appealing burun chiqmayapti-da. Ayniqsa mana bu joyi to'g'ri bo'lgani uchun. Ko'rdingizmi? O'zi buni personajda burunni olsangiz, mana bunayroq bo'lib turgan bo'lishi mumkin-da, yon tomonda. Endi burgan vaqtingiz, mana pastini burganingiz uchun mana bu yer to'g'ri bo'lib qolganda, qanaqadir g'alati burun bo'lib qolyapti-da. Mana shu narsalarni sal biroz to'g'irlasak yana ham yaxshiroq bo'lardi. Bu общий dizaynga doir narsalar, birinchi pozaga doir narsalar. Xo'p. Mana bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsak, mana bu yelka oldinga burilyapti ko'p. Qanaqadir mana bu yelka mana bunaqasiga ko'p burilib ketganda, bunaqasiga qarang, ko'rdingizmi? Oldinga bunday ko'p burilib ketgan, shuni hisobiga ham katta yelka kattarib ketgan. Oldinga bunday ko'p burilganda, shuni o'sha oldinga burilishni, mana bunaqa burilishini yo'qotish kerak. Xo'p. Qarang. Tak. Mana bu yerda qarang, sekin burila boshlayapti, qarang. Sekin mana bu tomonga yelka burilishi bor. Clavicle. Qarang, to'xtamaydi. To'xtamay bu yoqda yurilish boshlab. Qayerdan bilyapmiz? Mana bu yerda qarang. Boshlanishida mana bu yerda qarang, chiziq, mana kiyimini chizig'i bu tomonga turibdi-da, bu tomonga o'tgan. Ko'ryapsiz? O'tyapti-da, chiziq bu tomonga o'tib qoldi. Ya'ni kameraga juda ham teskari bo'lib o'tib ketdi. Balki kamera ana o'lgandandir, nima edi? Lekin yo'q, kameradan emas, bu yerda yelkadan ekan, chunki men bu yerda qarang, yana orqaga o'tdi. Juda bunaqa qilib borish ham yaxshi emas-da, bunaqa qilib borish ham oldinga. Ko'proq bunday tepaga qilsangiz yaxshiroq. Xo'p. Tak. I thought you liked me.
What? Nothing. I thought you liked me. Xo'p, pozaga keladigan bo'lsak, bu body mexanikaniki edi. Mana bu yerda qanaqadir pochoq joyi bor ekan. Bu modeldanmi yo pozadan bilmadim. Shu joyini bu yerda mana lab kontrollerlarni o'zgartirganingiz dan ham bo'lishi mumkin. O'shani ham to'g'rilashimiz kerak va labimizni namliroq bo'lib qolganda, namliroq bo'lgan. Qarang, mana bu yer ana qismi juda ham kamda. O'sha narsani namliroq qilganingiz yaxshiroq. Ya'ni bu yoq qismiga mana berishimiz kerak edi. Uch qismini berishimiz kerak. Ozroq uchini chiqarishimiz kerak. Bu tomonda uchini chiqarishimiz kerak. Xo'p, bu birinchi poza. Ko'zlarini shape juda ham yaxshi. Ayniqsa mana tepasi juda ham yaxshi shape tanlagansiz. Pasti biroz murakkabroq. Mana shape'lar. Qarang, o'sha narsani soddalashtirish kerak. Ya'ni tepasini bunday qildingizmi, pastini to'g'riroq qilishga harakat qiling. Mana bir xilroq qilish. Mana bunaqa pozalar qilishdan qochish kerak-da, bunday pozalar. Yoki bunaqa pozalar qilishdan qochish kerak. Iloji bo'lsa, Rik yordam bersa, mana shu joyini amliroq qilsangiz yaxshiroq bo'ladi. Sodda shape. Mana bu yerda ham xuddi shunday. Qarang, bunday ketyapti-ku. Bunday ketyapti. Ko'rdingizmi? O'sha narsani mana bunday qilsangiz, mana soddaroq bo'lsa, juda ham yaxshi bo'ladi. Bunisini sal kattaroq qilsak, ko'zni bunday kattaroq qilsangiz, bunisini kichkinaroq qilsangiz yaxshi bo'ladi, chunki mana bunaqa fokus paydo bo'ladi. Bunday fokus paydo bo'ladi-da. Qoshda ham, ana bu ham qarang, mana bu tomonga fokus paydo bo'ladi. Yaxshiroq bo'ladi. Xo'p. I thought you liked me. Umumiy anodan lip syncdan shu narsa tushunyapman. Bir narsa tomoni juda ko'p og'zini ochiq qoldirgan. Qarang. I thought you liked me. Mana bu yerda I thought you liked me. bitta mana bu mayda yopyapti. Qolgan vaqtda ochiq turibdi-da og'iz. I thought shu vaqtda masalan yopmasangiz ham og'izni sal kichraytirsangiz yaxshiroq bo'ladi. Jim turgan vaqtda. Sizga I thought mana F'da ham даже I F'da mana qarang. F'da sal kamaytirsangiz bo'ladi. Ko'proq yopsangiz bo'ladi. Sizniki I thought deb ochiq qolib ketyapti. I thought you like me. I thought you like me. Ko'rdingizmi? Ko'p ochiq qolib ketyapti. I thought thoughtdan keyin ozroqni yopsangiz bo'ladi. Albatta yopish degani bunday qolish emas. Ochiq bo'ladi, lekin kamayadi. Sizda o'sha kamaymayapti-da. Mana shu qarang. Qarang, mana katta bo'lib turibdi-da. O'shanisi katta bo'lib turishi og'iz ochilib qolganga o'xshaydi. I thought you liked me. Ko'rdingizmi? Sal kichraytirib, keyin yana you liked me da ana o'qisangiz. I thought you liked me. Shunda mana bu yana ham yaxshiroq bilinadi. I degani yaxshiroq bilinadi. Chunki hozir ochilgan joydan yana ham kattaroq ochyapsiz-da. Kichikroq ochilganidan kattaroq qilsangiz, unda shape yaxshiroq bilinadi. I thought you liked me. What? Nothing. I thought you liked me. What? Nothing. Ko'zlari juda ham yaxshi qilingan. I thought you liked me. What? Nothing. I thought you liked me. Lip syncga qaraymiz. Mana bu yerda g'alatiroq bo'lyapti shape'lar. Qarang. Mana bu
bu yerda qandaydir o'zgarish bo'lyapti. Mana bu yerda pachoq bo'lib qolyapti. I thought ayni bildira olmaymiz. Mana qarang, ne turganda ay. Qarang, og'iz burchaklari bunaqasiga o'tish kerak arka bilan. Ay. Qarang, ham ayda ay. A bor, keyin ye borda. O'shani ko'rsatishimiz kerak. Ay. Ko'rdingizmi? O'shani arka bilan ko'rsatishimiz kerak. Ay. S. Xo'p, S qanaqa qiladi? S'da S. Qarang, birinchidan og'iz yopiladi. S. I thought. Qarang, og'iz yopiladi-da, tishni tepasiga tegadi. Sizda shu tegish, nima deydi? Ko'rinyapti-da, ya'ni til ozgina tegayotgandek-da. Tepadan ko'proq kelaversa, mana qarang. I thought deganda til mana uchi tegsa ham orqa tomoni baland bo'lib turibdi-da, ko'rdingizmi? Orqa tomoni baland bo'lib turadi-da, uchi mana bu yerga tegadi, tushundingizmi? Ya'ni orqadan kelib ana qilish kerak. Sizniki anday bo'lib tegyapti-da. Shuni qilish ham qiyin-da, nimaga? Qilib pastdan tilni chiqarib tegayotgan bo'ladi. Til tepadan turib uch teganda. O'sha narsani qilishimiz kerak. Tak. Xo'p. Til ko'p qimirilyapti, ichida baliq borga o'xshayapti-da. O'sha narsani soddalashtirishimiz kerak. Ya'ni S ga tegadi, O'da tushadi. Soddaroq qiling. Juda ko'p qimirlasa ham e'tibor deb. Mana bu yerda og'izni yopgan ma'qul. Og'izni yopgan ma'qul. Bunayroq qilib. I thought you like. Bu yerda ham xuddi shu narsa, ya'ni I don't like. Ko'rdingizmi? I deb chiqarish kerak. Mana bu yerda til like me da ko'proq oching jag'da. You don't like me qolmasin-da. You don't like me. Ko'rdingizmi? Udarni berish kerak-da, ana jag'da ochib. Tak, mana bu yerda lab tepalab o'zidan o'zi tushib ketyapti. Qarang, mana bu yerda mana lab tepalab pastga tusha boshlayapti. Ko'rdingizmi? Bu yaxshi emas. Bunday qilgandek bo'ladi-da. Bunday qilgandek bo'ladi. Ya'ni tepa labni o'zidan o'zi tushirgandek bo'ladi. U yaxshi emas. Buni o'rniga jag'ni ko'tarish kerak. Keyin qarang, lab tushyapti-da, mana bu yerga yana lab ko'tarilyapti. Ko'rdingizmi? Bu yaxshi emas-da. Tepalab joyida turgani yaxshi. Keyin me degani ma ga o'xshayapti-da, tushundingizmi? Mana bu pozangiz bilan aydagi pozangiz bilan me'dagi pozangiz bir xilda, ya'ni ma deyotgan, you don't like ma deyotgan edi. Me'da qisqaroq bo'ladi, qisqaroq va cho'ziqroq. You don't like me. Me. Tak, bu yerda xo'p, javobdan keyin reaksiyasida biroz nima deydi, anavi bor, nima deydi? Adashish bor. Bu yerda birinchi bo'lib lab qimirlash boshlayapti.
lab qilmishlash bo'lishyapti. Bu noto'g'ri. Bizda emotsiyalar, fikr, uy miyada bo'lgani uchun uni birinchi mana bu yerda ko'rsatish kerak. Ya'ni emotsiyalarni birinchi mana shu qismda ko'rsatish kerak, mana bu qismda. Ya'ni fikr o'zgarishini shunday qilish kerak. Masalan, mana shu qilayotganingizda birinchi fikr bu yoqda o'zgaradi, emotsiya, keyin labga ko'chadi. Tushundingizmi? Labda birinchi bo'lsa, emotsiya o'zgarsa, u soxtalik belgisi bo'ladi. Shuning uchun bu yerda hozir soxtalik emas, naborat genuine-ku, ya'ni nima deydi, ishonchli, nima deydi, ichidan chiqyapti-ku emotsiyasi. Shuning uchun nima deydi, birinchi bu yoqda qilingda, labda emotsiyasi o'zgarishini undan keyin qiling. 3 ta kadr keyin qilsangiz, yana bu kiprik qoqishni ham birinchi qo'shishingiz kerak, chunki kiprik qoqish nima bo'ladi? Emotsiyada, fikr uyda bitta seriyani tugatib, ikkinchi seriyaga, ikkinchi yangi o'ylovga o'tganini bildiradi. Ya'ni u boshqa fikrda o'ylayotgandi, ya'ni buni sevadi deb o'ylayotgandi. What degandan keyin o'zi hammasini tushundi. U hammasi endi ravshan bo'ldi, meni sevmas ekan. Ya'ni yangi anoni fikrni jamlandi, yangi fikrga qaror qildi. O'sha ikkita fikrni ajratadigan narsa ana bo'ladi. Nima deydi? Ko'z qoqishi bo'ladi. Nima deydi? Ko'z yumilishi bo'ladi. O'sha narsani ko'rsatingda, shundan keyin emotsiya o'zgaradi. Ya'ni ko'z yumgandan keyin emotsiya o'zgaradi bu qismda. Undan keyin 3 ta kadrdan keyin labda emotsiya bo'ladi. Shunda mana shu to'g'ri bo'ladi. Nothing. Yaxshi. Mana bu yerda ko'zi sal tushib qolyapti. Ko'rdingmi? Ko'zi bir joyda tursin. Ko'zim nima deydi? Soqqaga nisbatan bir xil joyda turmayapti-da, ko'zi qimirlayotganga o'xshaydi, pastga qimirlayotganga o'xshaydi. Yo, ko'zni bir joyda turganingiz ma'qul. Bu menimcha aim constraintdan bo'lsa kerak, aimda ishlatgan bo'lsangiz, o'shandan bo'lishi kerak. Nothing. Nothing. Tak. Nothing. Mana bu yerda I thought you liked me. Haraka qilish kerak. Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, burunga qarasangiz, burun mana bu yerga to'g'ri liniyali kelyapti. Keyin mana bu yerga liniyali kelyapti. O'sha narsani arka qilib oling. Bunaqasiga arka qilib oling. Ne arka qilasizmi? Agar burunni qilib chiqsangiz, mana ne qilib zigzag bo'lib liniyali harakat qilyapti. I thought you liked me. Xo'p, qosh animatsiyalari, pozalari yaxshi, lekin animatsiyasiga biroz sekinroq. Qosh har doim otadigan hisoblanadi, nima deydi? Muskul hisoblanadi. Bitta pozaga boradi, o'sha pozaga to'xtaydi. Sekin borish anosi yo'qda, даже sekin ko'taraman desangiz ham qarang, ne zina bo'lib chiqadi. Tushundingizmi? Sekin harakatlar yo'qotish kerak. Qoshda bitta pozadan ikkinchi poza beradi, shunda ushlab turasiz. Ya'ni taymingda anolar bor, muammosi bor. I thought you liked me. Nothing. Ayniqsa oxirlarida qimirlamasdan qimirlatsangiz ham qimirlatingda va to'xtating. I thought Umuman juda ham yaxshi, juda ham zo'r. Qoyil. Ko'z zirachkalarini harakat qilishi, даже men bu nima edi, qorachiq sal kattaroq bo'lgandek tuyulyapti. O'shalarni ham qo'shganingiz detallar, ko'z kipriklarida yumilishi juda ham zo'r. Umuman nima deydi? Animatsiya juda ham chiroyli chiqqan. Iloji bo'lsa, sirg'asini yo olib tashlang, yo agar qo'shgan bo'lsangiz, sirg'aga ham animatsiya qo'shsangiz, overlap bo'lib tursa, yana ham yaxshiroq bo'lardi. Sekin qimirlab tursa, yengil narsani bersangiz, juda ham yaxshi bo'lardi. Xuddi shunday sochlarida ham ozroq uchlariga animatsiya qo'shsangiz, hech bo'lmasa, juda ham yaxshi bo'lardi. Yana ham yangi, nima deydi, o'ringa chiqqan bo'lardi. Juda ham yaxshi. Zo'r, tabriklayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.